Xayrli kun azizlar, qadrdonlar barchaga yana bir bor. Biz ishlarimiz davom etadi. Keyingi ishlarimiz 24 elektronikamizga Judania 5-dizayndagi yangi gazruchkalardan ustanovka qildik. Oldida 6lik simdan ijod qilingan juda mustahkam savatlar bilan jihozlab berdik. Savatimiz 100 kilogacha ko'tara oladi. Buni birgalikda o'z ko'rib chiqamiz. Oldida esa chiroyli 80 voltgacha kuchini oladigan ledlar bilan ustanovka qildik. Yoritgichlari ham juda chiroyli. Yo'llari yorug'gina bo'lib maza qilib minishadi nasib bo'lsa, kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol Voltex'ga murojaat qilishingiz mumkin. Endi gap isboti bilan savatni birgalikda ko'rib chiqamiz. Qani ketdik. Savatlarimiz ikki xil rangda bo'ladi, qora hamda seri ranglarda. Juda mustahkam. Ana endi buni ustiga chiqib ko'ramiz birgalikda. Qani ukajon, chiqamiz. Ukamiz veslari 100 kiloga yaqin. Mana ko'rib turibsiz, qorasida ana bu metallikada. Kimga shunaqangi sifatli, hamyonbop, kashifalik savatlar kerak bo'lsa, bemalol kommentga plus belgisini qoldirsangiz, direktga narx-navolar haqida sizga batafsil ma'lumot beramiz. Kimgadir kerak bo'lsa, bemalol O'zbekiston bo'ylab pochta orqali chiqaraveramiz. Voltex siz uchun